voqeani aytaman. Bir ota, endi hozir qariyalar ham Telegram, Instagram, YouTube sizlar ham faolsizlar-ku, otaxonlar. Bir ota farzandlariga qarangda, biriga tarvuz, biriga qovun, mevalarning rasmini jo'natsa, o'g'li ham shustriy bola ekanda, zo'r otadir ekan. Like bosib qo'yar ekanda, like ko'rsatib qo'yar ekan. Yana biriga esa u ikkita like bosar ekan. Ota zo'r, chiroyli narsani topib yuboribsiz. Uchinchi farzand nima qilar ekan bilasizmi? Like bosmas ekan. U hozir qilar ekan shu narsa. U farosat. U hibbat. Siz ham like bosib qolib ketmang. Ota-onangiz sizga narsa jo'natishga ulgurmayotgan bo'lsa, biling. Eng zo'r kiyimni kiyintirib qo'ymaysizmi? Lekin aslida ota-onalar uchun narsa juda muhim emas. Keksalar aytsin, sizlarga nima yoqadi? Ayting siz. Mehr. Yana nima yoqadi? Men aytmasdimdan turib, meni fikrimni bilib, meni xizmatimda hozir bo'lishi demoqchilar. Farzandingizdan nima yoqadi? Men yana bir qo'shimcha qilgan bo'lardim. Ey aziz birodarlar, aka-ukalar, ota-onasi hayot bo'lgan baxtli insonlar, ota-onangiz oldida o'tirishga vaqt toping. Hammasi o'tkinchi. Shunda achinmaysiz.